Shunday qaynonalar bor. Ular o'lganda uyidagilarning ko'zidan faqat xursandchilik yoshi oqadi. Uyida janoza emas, bayram bo'ladi. Nimaga? Bu qanday qaynona? Kelinga kun bermaydi. Kelinni ishidan ayib qidiradi. Kelinni hatto yotog'igacha aralashadi. O'g'lini qizg'onadi. O'g'lini, kelinini baxtli bo'lganini ko'ra olmaydigan, ichi marazga to'lgan qaynonalar bor. Bor shunaqalar. Mana shu insonlar o'lganda uyida bayram bo'ladi. Eshitmani yaxshilab. O'zingdan o'lganingdan keyin haqqingga duo qiladigan kelinni qoldirib ket, bolani qoldirib ket, o'g'ilni qoldirib ket. Agar o'g'lingni hayotiga har ikkita ishiga burningni tiqib ularni baxtiga to'sqinlik qilayotgan bo'lsang, bilkinki, seni o'limingdan keyin faqatgina ular xursand bo'ladi xolos. Bundan ko'ra mehrli bo'l, shafqatli bo'l. Sandan keyin ikki rakat namoz o'qib, qaynonami joyi jannatda bo'lsin deydigan kelinlarni qoldirib ketmaysanmi? 2 qator Qur'on tilovat qilib, senga bag'ishlaydigan kelinlarni qoldirib ketmaysanmi? Nima qilasan ularni turmushiga aralashaverib? Biz so'rovnoma o'tkazamiz. Qayning yaxshimi, qoniqarlimi, yomonmi? Birortasi yaxshi demaydi. Magaram yer yuzidagi hamma kelin yomon emasdir. Bordir ichida bitta-ikkita hurmat qilmaydigan, lekin qolgan hammasi ham yomon emasdir. O'g'lingni qizg'onma, nima uchun dunyoga keltirding, nima uchun uylantirding? Bero'sh kelinga baxtli yashasin. Xotiniga bitta shikolat olib kelib qo'ysa-chi, o'g'li qaynona yonib ketadi. Xuddiki o'g'il onadan kechib xotiniga ketib qolayotgandek. Yo'q, sen uni onasisan, bolang seni yaxshi ko'radi, lekin xotinini ham baxtli qilsin, u ham ayol. Tushun shu narsani, yaxshilab eshit. Seni o'lganingda seni haqqingga duo qiladigan insonlarni qoldir orqangda. Xursand bo'ladiganlarni emas.